Uyingizga quyosh panellarini o'rnatgan bo'lsangiz, ushbu ma'lumot aynan siz uchun. Yashash xonadonida quvvati 1 kilovatdan yuqori bo'lgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanayotgan fuqarolar soliq imtiyozlaridan foydalanishlari mumkin. Bunda mol-mulk solig'i summasi bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravargacha, yer solig'i summasi esa bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravargacha chegiriladi. Imtiyoz qayta tiklanuvchi energiya manbalari o'rnatilgan oydan boshlab 3 yilgacha. Agar elektr energiyasini saqlash tizimiga ega bo'lgan quyosh panellari o'rnatilgan bo'lsa va ushbu tizimning quvvati quyosh panellari quvvatining kamida 25% ni tashkil etsa, 10 yil muddatgacha beriladi. E'tibor bering, uskunalarning umumiy quvvati 100 kilovatdan oshmasligi lozim. Imtiyoz bitta turar joy va bitta yer uchastkasi uchun faqat bir marta beriladi. Imtiyozni olish uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanayotganini tasdiqlovchi elektr ta'minoti korxonasi ma'lumotnomasi talab etiladi.